Shu ko'chada ko'p yuradigan yuzi o'xshab turibdi-da bu yuz. Nov ishlatasiz, bilishim kerak-da. Хорошо. Endi qarang. Masalan, hozir biz esa protsedura etsak, deylik, masalan, arzon emasda protseduralarimiz, protsedura etsak, yuzlaringizda ishlasak, vitaminlar bersam, bitta do'yintirsam, oziqlantirsamdan, siz yana otiz chiqib ketsangiz bo'lmaydi-da. Havo. Ne uchun deyimmi? Ne uchun desa ultrafiolet, quyoshning nuri любой bize bergan vitaminni sindiradi momentalni. Kollagenni bize zo'rg'a o'zi diklaymiz, lekin birinchi bo'lib ultrafiolet kollagenni shu uchun ham sinib ketgan yuzingiz. Ana shu ultrafioletda SPF siz chiqavergansiz. Himoyasiz. U sindiravergansiz kollageningizni. Masalan, 66 yosh uchun ko'p kerak. Lekin ya думаю, u narsani o'lmaysiz. 30 o'rgangan odam уже 30siz yashab bilmaydi. Hali qo'shko'pir bo'lmasam, ba'zan shunday xotinlar bor, shaharda yashasam, masalan, ekib, bir narsalar etib, yer bilan ishlashni deydi havo. Поэтому уже aytaman uning xotinlari, unda kechirasiz, bir tiyin bo'lib ketadi. Hozir $300 protsedura aytasizmi, $400 protsedura aytasizmi? Bir tiyin bo'lib ketadi. No, maslahatim, shu pulni siz protsedura getirmang. Protsedurada lekin quyoshga chiqish bilan yana sразу qaytadi u narsa. Kollagenni o'zi bu yoshda tiklash dim qiyin. Biza uni inna bilan quduq qazg'an niyatib tiklasakdan, lekin bu yon taraf quyoshga chiqib, yer chopib, tondira girib, molni teyina boraversalar, уже извините, yana hammasi yo'qqa chiqib ketadi. Pulingizni prosta chalakka tashlab ketaverganning bo'lasiz. Ammo menga uning pul kerakmaydi. Shuncha pul dikdim yuzima, qani bu rezultatlari deysiz axir keyin. Shucha rezultat beradi o narsa. Хорошо, hozir men gyaluronka bilan ночной krem beraman. Dum kuchli krem u, ishini yuzlar uchun. И домашний maskalar opangizga. SPF qolmadi. Домашний maskalarni siz majburlab eting o'zingiz kelib har 3 kunda. Havo kelib yuzini surtib qo'ying. Любой kollagenli bor. Spirulinali bor. Dahshat prosta effektlari. Ikki tuxumni oq sarisini отдельно etadigan maskalar berdim. Agar shu yuzni tortib zo'r etmasa, no desangiz deng. Prosta aytish kerak. Хорошо? Так, men hozir единственный beradigan narsam 90 yoshda odamlar bilasizmi, durkunlab yuradilar. Shunda hali men qarrimanda eslariga hali 66 yosh. Это не такой возраст qarrimanda ish uchun. Hali yaxshisiz. Lekin hamma narsa baribir o'zingizning xohishingizdan kelib chiqib bo'lishi kerak. O'zingiz xohlashingiz kerak u narsani. Xohlamasangiz ming mansni davolayin, ming ballaringizni hozir ming narsa olib bersinlar yuzingizga, eng qimmat narsalarni. Foydasi yo'q. Если ichingizdan suvni xohlamasangiz. Ko'pchilik yosh kattalar sauna o'rgangan. Havo, sovun umuman ishlatmang. Sovunni pH bizning yuzimizni pHini umuman to'g'ri kelmaydi. Asa umuvalka olib bergan. Shu umuvalka to'g'ri. Her gün etish kerak. Her gün kechda yotishdan oldin 5 minut vaqt ajratasiz o'zingizga. Namozingizni o'qiysiz, o'qib bo'lgandan keyin 5 vaqtingiz shu yuzingizga ajratsangiz, endi shunning rezultat bo'ladi. Ko'p vaqt ketmaydi. Maska etgan kuningiz bir 20 minut vaqtingiz ketadi. Yuzingizga surtib qo'yib 15 minutlik maskani keyin izidan narsasini surtib yotaverasiz. Ko'p vaqt ketmaydi. Lekin shu darajada insonni yuzini bilasizmi, o'zlari yalpildab yuribdi, opasini qaraming qo'yibdi deb odamlar so'llamasin deb. Endi men ham masalan opamni постоянно tushunataman. Opa, давайте yating, ukolingizni uraman. Opa, vaqti keldi, давайте vitaminlarni urib berish kerak. Opam maskani surting, opam bu kremni surting. Havo. Masalan, 70 yoshda yaxshi yuzlari, havo. Lekin hozir уже bu yoshda shu darajada aktivni ishlash kerak yuzni hozir yashartirish uchun. Lekin opangiz u narsaga tayyormi? Havo. Opangizni o'zi xohlab turibmi shu narsani? O'zi xohlashi kerak ayol kishi. Xohlasa любой narsani aytadi. Lekin xohlamasa, sizlar majburlasangizlar, sizlarni oldilaringizga surtadi.
Sizlar ketgandan qo'ysang deydi. Ava. Hiç ağrımasa, hiç narsa bezovta etmese yüzünde. Yürüversinler. Prosto endi